Aka, sizningcha asosiy tarkibda Rodrigo tushadimi yoki Diamandemi? Juda ham qiziq savol. Meni fikrimcha, agar Rodrigo jarohatdan qaytganda, o'z formasiga qayta oladigan bo'lsa, albatta Rodrigo tushishi kerak. Nimaga? Chunki Yan atgina 19 yoshda, tasavvur qila olasizlar. Men bilan teng bola. Albatta u zo'r o'ynayapti, ammo Prime Rodrigoning yonida u hali yetarlicha tajribaga ega emas. Jose Mourinho o'sha oldindagi Chempionlar Ligasini yuta olarmikan? Bilmaydiganlar uchun eslatib o'taman, Jose Mourinho Real Madrid bilan Chempionlar Ligasini yutmagan, ammo boshqa jamoalarda yutgan. Va hozirda Florentino Perez qo'lidan kelgancha u sovrinni yutish uchun hamma narsani qilib beryapti. Agar Jose harakat qiladigan bo'lsa-da, chinakam bu yil Real yutib qo'yishi mumkin. Aka, ovozingiz zo'rda, fanatizmi. Hozir sal gazal bo'lib qo'yaman, lekin chinakam ko'p odamlar shunaqa deb yozadi. Rahmat kattakon. Ism familiyangiz nima? Ismimni allaqachon aytib qo'yaman, familiyamni nima qilaman aytaman, to'g'rimi? Ismim Umar. Real Madrid nimaga o'ynamayapti? Qaysi o'yinni ko'rib bunaqa fikrga keldingiz bilmayman-u, ammo ham o'tgan mavsum sal qiyinchiliklar tufayli jamoa o'ynamadi, chunki ko'rdinglar, ishkallar bo'ldi jamoaning ichida, jarohatlar bo'ldi, yetarlicha o'yinchilar bo'lmadi, murabbiylar almashdi. Lekin bu mavsum nasib qilsa ancha yaxshilanish kerak holat.